85 kilogramm bo'lganimda mana shu xatolar meni ozishimga xalaqit bergan. Birinchisi, men doimo bo'ldi, ana endi dushanbadan ozishni boshlayman derdim. Ideal vaqtni o'zi yo'q. Shunchaki dushanbani, yangi oyni, yangi yilni kutmasdan bugundan harakatni boshlash kerak. Ikkinchisi, men doimo xilma-xil diyetalarni tutib ko'rishga harakat qilganman va ular hammasi cheklovli bo'lgan. Uni yema, buni yema, ya'ni men bitta diyeta tutardim, u diyetani buzib qo'yardim, keyin yana boshqa diyetaga sakrab o'tardim. Mana shunaqa g'alati diyetalarni deb men ovqatdan qo'rqib qolganman. Ya'ni, voy, men buni hozir yesam semirib ketaman deb o'zimni shunaqangi cheklab xavotirga solib qo'yardim. Ko'p yeb qo'yganimdan keyin esa o'zimni ayblab o'tirardim, nimaga yedim deb, ertasi kuni esa ko'p yeb qo'ydim deb umuman yemay qo'yardim yoki bo'ldi diyetani buzib tashladim deb yaxshilab shunaqa ko'p yeb ketardim. Va eng asosiy xato muammoning sababi, ya'ni ozolmayotganimning sababi o'zim deb o'ylardim. Aslida esa muammoning ildizi noto'g'ri yondashuvdi. Qizlar, sizlar bu xatolarni qilmanglar va to'g'ri hamma narsa yeb turib ozishni xohlaydigan bo'lsanglar, albatta menga obuna bo'linglar.